Kecha qabulimga shunaqa bir holat bo'ldi. 12 yoshli qizni onalari olib keldilar qabulimga. 2 yildan beri yuzlarida ugri chiqyapti. Ko'rsam yuzlarida peshona, iyak sohalarida ugrilar ko'paygan, hattoki o'sha ko'krak oldida va orqa sohalardan ugrilar ko'payishni boshlagan. Qizi o'zi aytayapti, hamma sinfdoshlarim ustimdan kuladi. Nima uchun seni yuzing bunaqa? Oldimga kelman. O'zlarini bu qizdan ajratib qo'yishgan. Va bu narsa qizga juda ham psixologik travma beryapti. Hozir deyapti, doktor meni davolab bering deyapti. Men erta sentyabrgacha yuzim tuzalsin, sinfdoshlarim oldida bemalol yuray deb. Meni tavsiyam ota-onalarga bunaqa holatda, agar sizni farzandingizda shunaqa yuzlarda muammo bo'ladigan bo'lsa, buni o'z vaqtida davolash kerak bo'ladi. To'g'ri, hammamizda balog'at yoshida ugri chiqishi mumkin, lekin u 1 oy, 2 oy davom etadi. Agar 4 oy, 5 oy, 6 oy davomida doimiy chiqadigan bo'lsa, buni davolash kerak bo'ladi. Aks holatda bu kasallik og'irlashib ketishi mumkin. Og'irlashgandan keyin shu joylarda chandiq paydo bo'lishi mumkin va eng asosiysi bu narsa bolaga ko'pincha psixologik travma beradi. Ya'ni ular o'zlarini sotsial hayotdan ajratib qo'yishadi. Maktabga borishga uyalishadi yoki bo'lmasam sinfdoshlari oldida har xil masxaralar eshitishadi. Shuning uchun tavsiyam bu kasallikni oddiy ko'z bilan qaramaslik kerak, o'z vaqtida shifokorga murojaat qilish kerak bo'ladi.